Erondagi ayni kunlarda bo'lib turgan vaziyatdan xabaringiz bo'lsa kerak. Moliyaviy qiyinchilik va bosimlardan charchagan xalq hokimiyat isloh qilinishini, tubdan yangilanishini talab qilmoqda. Shu vaziyatdan foydalanib, Yevropada yashab yurgan qirol Muhammad Rizo Pahlaviyning vorisi Eron hokimiyatiga qaytmoqchi ekanini aytib chiqdi. Lekin mening nazarimda buni Eron xalqi istamasa kerak. Chunki 1979-yildagi inqilobda davlat boshqaruvida bo'lgan Muhammad Rizo Pahlaviy namoyishlarga chiqqan xalqni ayovsiz bombardimon qilgan, minglab eronliklarning o'limiga sababchi bo'lgan. Yana Eron boshqaruviga qaytmoqchi bo'lgan shaxs esa ana o'sha qirolning farzandi hisoblanadi. Rizo Pahlaviyning davrida Eron xalqi qanchalik jabr va zulm ko'rgani, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgani esa uning ko'zlari romanida ham yozilgan. Bu zulmlarni eronliklar unutmagani aniq. Bu romanda vatanga, oilaga va yorga bo'lgan muhabbat qanday qilib qirol va uning zulmkorlariga qarshi bosh ko'tarishga olib kelganini o'qib ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham uning ko'zlari asarni faqatgina sevgi haqidagi roman emas, balki katta bir xalqning orzusini, og'riqlarini ko'rsatib beradigan kitob sifatida baholashadi. Albatta o'qib ko'ring.